Assalamu alaykum hörmətli televizor görgüçülər. Yaxşımısınızlar? Yaxşımısınızlar. Dünya Uyg'ur Qurultayı Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosetchi İftixor Abdurashid. Men riyosetchi Zumraday Erkin. Bugun çarşamba. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bolsun. Dünya Uyg'ur Qurultayıning raisi Dolqin Isa Efendim 4-iyun kuni Berlinda Dünya Uyg'ur Qurultayıning bayonotchisi va Qurultay Berlin ishxonasining mudiri G'ayur Qurban Efendimning hamrohligida Germaniya federal hukumatining diniy erkinlik ministri Frank Schwab Efendimni Berlin ishxonasida ziyorat qilib, uning bilan mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarini, bo'libmi Uyg'urlarni majburiy dinsizlashtirish uchun ilib berayotgan vahshiyliklarni yoshirish ve hatta aqlash uchun yaqin yillardan buyon islom dunyosi qaratgan g'oyat zo'r soxta tashviqoti va ko'z bo'yamchiligi qandoq taqobil turish, shundaqli qandoq qilib islom dunyosining Uyg'urlarga bo'lgan haqiqiy qo'llashi va hissdoshligini qo'lga keltirish masalasini cho'rdigan asosda keng doirada suhbat ilib bordi. Germaniyaning hokimiyat beshidagi Sosyal Demokrat partiyasiga mansub parlament a'zosi Frank Schwab Efendim bo'lsa, Germaniya federal parlamentida qurilgan Uyg'ur do'stlik korpusining eng aktiv a'zolarining biri bo'lib, u yaqin yillardan buyon mayli Yevropa ittifoqi yoki Yevropa parlamentida bo'lsin, mayli Germaniya federal parlamentida bo'lsin, izchil turda jiddiy irqiy qirg'inchilikqa duchor bo'layotgan Uyg'ur xalqining ovozi bo'lib kelmoqda va turli xalqaro munbarlarda, bo'libmi diniy munbarlarda Uyg'urlar uchrayotgan turli zulmlarni kun tartibga ilib kelmoqda. Germaniya federal parlamentida yuqori inovatga ega bo'lgan Frank Schwab Efendim 2005-yildan buyon Germaniya federal parlamentining a'zosi, 2014-yildan buyon Sosyal Demokrat partiyasi federal parlament korpusining kishilik huquq va inson yordam masalasi bo'yicha bayonotchisi, 2014-yildan 2022-yilgacha Yevropa Konseyi Germaniya delegatsiyonining muavin raisi, 2018-yildan buyon Yevropa Konseyi parlament a'zolari majlisi sotsialistlar, demokratlar va yeshillar gruppasining raisi, 2022-yildan beri Germaniya federal hukumatining yer shariy xarakterlik din va e'tiqod erkinlik komissiyonining a'zosi, shundaqla din va dunyo qarshini qo'g'dash masalasi bo'yicha ministr darajalik alayda vakili qatorliq intayin muhim xizmatlarda bo'lib kelmoqda. Dolqin Isa va G'ayur Qurban apandilar bu qatim Frank Schwab apandi bilan ilib borgan suhbati jarayonida oldi bilan uning hozir qadar Uyg'ur xalqiga ko'rsatib kelgan yuksak darajadagi g'amxo'rligiga, shundaqla Germaniya federal parlamentida Uyg'ur do'stlik guruhining qurilishida ko'rsatgan tirishchanlik uchun butun Uyg'ur xalqi nomidan alayda rahmat aytadiganligini ifoda qilish bilan birga, Xitoyning islom dunyosida jiddiy ilib berayotgan keng ko'lamli ko'z bo'yamchiligini fosh qilish va to'sib qilishning ta'xirsizligini ta'kidlashdi. Dolqin Isa Efendim ko'rishdi, bu yil 3-maydan 5-maygacha München shahrida o'tkazilgan Dünya Uyg'ur Qurultayining 20 yilligini xotirlash faoliyati va bu yil 10-oyning oxirida o'tkazilgan 8-navbatlik Dünya Uyg'ur Qurultayining tayyorlik xizmatlari haqida tafsiliy ma'lumot berib o'tdi va Frank Schwab Efendimning oldimizda chaqirilgan 8-navbatlik Dünya Uyg'ur Qurultayining ochilish marosimiga sharaf mehmoni sifatida qatnashib berishni orzu qilganligini ifoda qildi. Dolqin Isa Efendim so'zda yana azaldan xalqaro zo'r hodisalarni o'zining razil maqsadlari uchun suiiste'mol qilib kelgan va musulmon Uyg'ur xalqiga qilmagan vahshiyliklar qilmagan kommunist Xitoy hokimiyatining bu qatim yana Falastin xalqiga ega chiqqan qiyofatga kirib olib, dunyo jamoatchiligining bo'libmi islom dunyosining diqqat e'tiborini boshqa yoqqa burmilashga, bu orqali Sharq Turkistonda ilib berayotgan jinoiy qilmishlarni yoshirishga, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasini xalqaro kun tartibdan tushirishga urinayotganligini, yaqindala yani 30-may kuni Xi Jinpingning bevosita riyosatchiligida Beijingda chaqirilgan Xitoy Arab davlatlari hamkorlik minbari 10-navbatlik ministr darajadagilar yig'inining dal Xitoyning yuqoridagi maqsadlariga xizmat qildirish niyat qilingan bir yig'in ekanligini ta'kidlab o'tdi. Suhbatda Xalqaro islom hamkorlik tashkilotiga bo'lgan norozilikni ifoda qilib o'tgan Dolqin Isa Efendim, Xalqaro islom hamkorlik tashkiloti Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmonlar qartilgan irqiy qirg'inchilikni butunlay nazardan saqit qilib, Xitoy Kompartiyasining islom dinini cheklashi, uni jinoyatlashtirishi va jazolashini o'z ixtiyori bilan qo'llamoqda deb ko'rsatdi. Frank Schwab Efendim ko'rishdi qilgan so'zida o'zining jiddiy xizmat sababidan Dünya Uyg'ur Qurultayining 20 yilligini xotirlash faoliyatiga bevosita qatnasha olmagan bo'lsa-mu, ammo maxsus videolik tabrik yo'llash orqali o'zining Uyg'ur xalqiga bo'lgan salimini va yurak so'zini izhor qilganligini, bu yil chaqirilgan 8-navbatlik Dünya Uyg'ur Qurultayiga bevosita qatnashga g'ayrat qilganligini ifoda qilish bilan birga, o'zining bir Uyg'ur do'sti bo'lish sifati bilan Germaniya federal parlamentida va hukumatida, shundaqla Yevropa ittifoqi
Yevropa Konseyi, Yevropa Parlamenti va boshqa xalqaro munbarlarda har zaman irqiy qirg'inchilikqa duchor bo'lib atgan Uyg'ur xalqining ovozi bo'lishni izchil davomlashtiradiganligini, Germaniya bilan yaqin munosabatda bo'lib atgan arab islom ellari bilan, shundaqla xalqaro islom hamkorlik tashkiloti qatorliq musulmon tashkilotlari bilan bo'lgan dialoglarda va suhbatlarda Uyg'ur masalasini kun tartibga ilib kelishga tirishadiganligini, Xitoyning islom dunyosida ilib berayotgan ko'z bo'yamchiligini fosh qilish va islom dunyosining Uyg'urlarga bo'lgan hissdoshligini qo'lga keltirish uchun Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan buningdan keyinmi yaqin hamkorlik ichida moslashib harakat qildiganligini, bo'libmi Germaniya federal parlamentida qurilgan Uyg'ur do'stlik gruppasining tixim zo'riyishi, shundaqla federal parlament va federal hukumatda Uyg'urlarga foydali bo'lgan ba'zi qaror va qonunlarning chiqarilishi uchun butun kuchi bilan tirishchilik ko'rsatadiganligini eskartib o'tdi. Avstraliya Köçmenler Ministri Andrew Gillis xanım Sidneydagi har qaysi jamoat va ommaviy tashkilotlarning mas'ullari ishtirok qilgan bir yig'in chaqirib, 2024 va 2025 yillik Köçmenler xizmat plani to'g'risida fikr olgan. Bu yig'inga Uyg'urlarga vakolatan Dunyo Uyg'ur qurultiyi muhojirlar markazining muavin mudiri va Avstraliya Uyg'ur jamiyatining bayonotchisi Mehmet Chalabchi qatnashgan bo'lib, u Köçmenler ministriga Uyg'urlarning talabini sungan. Bu munosabat bilan stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Mehmet Chalabchi apandim bu vaqtda to'xtalib mundaq dedi. Avstraliya Köçmenler Ministerligi Sidneydagi muhim ommaviy tashkilotlarning mas'ullarini chaqirib, Avstraliyaning 2024 va 2025 yillari ko'chman musofirlarni qabul qilish ishlari to'g'risida ko'z qarash va taklif fikrlarini oldi. Yig'inga Köçmenler Ministri Andrew Gillis xanım, mazkur ministerlikning bir qism amaldorlari, shundaqla 30 atrofida jamoat va tashkilotning mas'ullari hamda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kishilik huquq komitetidan bir vakil ishtirok qildi. Avstraliya Uyg'ur jamiyati bu yig'inda Köçmenler Ministerligiga Uyg'ur musofirlar to'g'risida bir qator takliflarni sungan. Mehmet Chalabchi apandi mazkur taklifning mazmun to'g'risida mundaq dedi. Biz Avstraliya hukumatidan Uyg'ur xalqining irqiy qirg'inchilik uchrayotganligini nazarda tutib, chet ellardagi Xitoy qaytarilish xavfi ostida qolgan Uyg'urlarga Avstraliya Köçmenler Ministerligining xizmat plani ichida alohida son ajratishga, shundaqla tuvandagi ahvoldagi Uyg'urlarni Avstraliyaga yerlashtirishni talab qildik. Bularning birinchisi Taylandning tutib turish o'rni va turmalarda 10 yildan buyon tutib turilayotgan Uyg'ur tutqunlar. Ikkinchisi Saudiya Arabiston, Marokash, Pakistan va Afg'oniston qatorliq bir qism davlatlarda qonunliq turish ruxsati bo'lmagan Uyg'ur musofirlar. Uchinchisi, chet ellarda turayotgan, ammo qo'lidagi Xitoy pasportining muddati to'shib ketgan Uyg'urlar. Shundaqla ularning chet ellarda tug'ilgan bolalari. Köçmenler Ministri Andrew Gillis xanım o'zining o'tgan yili Taylandga ilib borgan ziyorati jarayonida Taylandda tutib turilayotgan Uyg'urlar to'g'riliq Tayland hukumatining munosabatli rahbarlari bilan so'zlashganligini bayon qildi. Mehmet Chalabchi apandining bildirishicha, u o'zi bu talablarni og'zaki o'ttirib qo'ygan bo'lib, bu masalalarni rasmiy bir doklad shaklida tayyorlab, oldimizgi kunlarda Köçmenler Ministerligiga sundi ekan. Avstraliya Janubiy yarim shardagi muhim davlatlarning biri bo'lib, Uyg'ur muhojirlar eng burun berib yerlashgan davlatlarning biri hisoblanadi. 8. navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyi tayyorlik komiteti tarafidan tuzib chiqilgan xizmat kalendariga asoslanganda, mushu haftaning oxiriga qadar, ya'ni 6-oyning 10-kunigacha har qaysi davlatlarda 8. navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyi vakillarini demokratik usulda saylab chiqishga mas'ul maxsus divan hayatlari va saylam komitetlari qurib chiqilib, vakil nomzodlarining iltimoslarini qabul qilish xizmatlari rasmiy boshlanadi. Vakillik iltimos jadvali qurultay tayyorlik komiteti tarafidan bir tutash hozirlanib tarqatib berildi. Oldimizgi kunlarda Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komiteti tarafidan tuzib chiqib ma'qullangan 8. navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyi vakilligiga nomzod bo'lg'uchilarga qo'yilgan shartlar haqidagi maxsus belgilamasi e'lon qilindi va mazkur belgilamadagi shartlarni o'rinlagan 18 yoshdan yuqori har bir Sharq Turkistonlik o'zini 8. navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyi vakilligiga nomzod qilib ko'rsatish huquqi va salohiyatiga ega bo'ldi. Vakil nomzodlarining iltimosini qabul qilish xizmati 6-oyning 30-kunigacha davom qiladi. Har qaysi ellarda ta'sis qilingan vakil saylash divan hayatlari yoki vakil saylash komitetlari 7-oyning 6-kunidan burun vakil nomzodlarining umum tizimligini jazman 8. navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyi tayyorlik komitetiga yetkazib berish kerak. 7-oyning 14-kuni har qaysi ellardagi vakil nomzodlarining umum tizimligi tayyorlik komiteti taftish komissiyoni tarafidan tekshirib chiqildi. Ve bu vaqtdagi tekshirish doklati Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisligi bilan ijroiya komitetining qarab chiqishiga sunildi va 7-oyning 17-kuni vakil nomzodlarining umum tizimligi qurultay tayyorlik komiteti tarafidan muqimlashtirildi. 7-oyning 27-kuni shanba va 28-kuni yakshanba kunlari Uyg'urlar markazlik o'ltiraqlashgan davlat va shaharlarda maxsus saylam sandiqlari ta'sis qilinib, bir tutash holda 8. navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyi vakillik saylami o'tkaziladi. Saylam biletimi 8. navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultiyi tayyorlik komiteti tarafidan tuzilib, bir tutash holda tarqatib berildi.
7 ayning 31 kuni har qaysi ellarda saylab chiqilgan 157 nafar rasmiy vakilning tizimligi butun dunyoga e'lon qilindi. 8 ayning 3 kundan e'tiboran har qaysi ellarda saylab chiqilgan rasmiy vakillarimizga qurultay tarafidan maxsus taklifnomalar avatilishga boshlandi. Qurultay markaz organi qurultay chaqirilgan davlatning tashqi ishlar ministrligi bilan aloqa qilib, vakillarimizning viza ilishiga qulaylik yaratib berishga tirishdi. 8 ayning 1 kunidan e'tiboran qurultay vakillarini qurultay ijroiya komiteti tarkibidagi 15 komitet va markazga doimiy a'zolik taqsim qilish xizmatlari boshlandi va taqsim qilish toki 9 ayning 10 kuniga qadar davom qiladi. Qurultay vakillarimizning o'zini qurultay rahbarlik organlariga nomzodlik ko'rsatish xizmati qurultay tayyorlik komiteti nomzodlar komissiyasining mas'uli Samat Abla apandimning bevosita riyosatchiligida 8 ayning 12 kunidan e'tiboran rasmiy boshlanadi. Dünya Uyg'ur Qurultayı İcraiya Komiteti tarafidan tuzib chiqib ma'qullangan 8 navbatlik Dünya Uyg'ur Qurultayı rahbarlik organlariga nomzod bo'lg'uchilarga qo'yiladigan shartlar haqidagi maxsus belgilamasi 8 navbatlik qurultay vakillarining tizimlik e'lon qilingan kunning ertasi, ya'ni 8 ayning 1 kuni butun dunyoga e'lon qilindi. Shuning bilan birga qurultay vakillariga 8 navbatlik qurultayda saylanadigan organlar va bu organlarning funksiyoni ham huquq doirasi haqida tafsiliy tushuncha va leksiya berildi. 8 navbatlik Dünya Uyg'ur Qurultayining raisligiga va boshqa organlarga nomzod bo'lg'uchilarga qo'yiladigan shartlar haqidagi maxsus belgilamaga uyg'un kelgan har qanday bir vakil o'zini qurultay rahbarligiga nomzod qilib ko'rsatsa bo'ldi. 9 ayning 1 kuni qurultay rahbarlik organlariga nomzodlik iltimos sunish xizmati oxirlashtirildi va 9 ayning 5 kuni qurultay rahbarlik organlariga nomzod bo'lg'uchilarning oxirgi tizimlik qurultay tayyorlik komiteti tarafidan rasmiy muqimlashtirildi. Hürmetli görünmələr, tövənə diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq saatımızgacha görüşkicha aman bo'laysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh. Jungle.